Assalomu alaykum. Bugungi taqdimotim mavzusi zararkunanda dasturlarning turlari, ya'ni malware hisoblanadi. Hozirgi vaqtda deyarli barcha ma'lumotlar kompyuter va internetda saqlanadi. Shaxsiy rasmlar, hujjatlar, bank kartalari, parollar bularning barchasi raqamli ko'rinishga o'tgan. Shu sababli kompyuter tizimlariga hujum qiluvchi zararli dasturlar soni ham keskin oshib bormoqda. Zararkunanda dasturlar foydalanuvchini sezdirmagan holda ishlaydi va ko'pincha moliyaviy yoki axborot zarariga olib keladi. Zararkunanda dastur yoki malware foydalanuvchining roziligisiz kompyuterga o'rnatilib ishlaydigan dasturiy ta'minotdir. Uning asosiy maqsadi ma'lumotni o'g'irlash, tizimni buzish, kompyuterni boshqarish yoki foydalanuvchini kuzatish hisoblanadi. Ko'pincha malware foydali dastur sifatida ko'rinadi, masalan bepul o'yin, aktivator yoki crack dastur orqali kompyuterga kiradi. Foydalanuvchi sezmagani sababli u uzoq vaqt ishlashi mumkin. Kompyuter virusi bu boshqa faylga yopishib yashaydigan zararli kod hisoblanadi. Virus mustaqil ishlamaydi. U faollashishi uchun foydalanuvchi zararlangan faylni ochishi kerak. Masalan, fleshkadan hujjat ochilganda yoki pirat dastur o'rnatilganda. Virus fayllarni buzadi, o'chiradi va kompyuterni sekinlashtiradi. Ba'zi viruslar kompyuter o'chmagunicha o'z nusxalarini yaratib boradi. Worm virusdan farqli ravishda foydalanuvchiga bog'liq emas. U mustaqil ishlaydi va o'zini o'zi ko'paytiradi. Asosan internet orqali tarqaladi va tarmoqdagi zaifliklardan foydalanadi. Bir kompyuterdan boshqasiga avtomatik o'tadi. Natijada internet sekinlashadi, kompyuter qotadi, serverlar ishlamay qoladi. Katta tashkilotlarga aynan shu turdagi hujumlar ko'p qilinadi. Troyan dasturi. Troyan dasturi oddiy foydali dastur ko'rinishida yashirinadi. Foydalanuvchi uni o'zi o'rnatadi va shu orqali xaker kompyuterga kirish imkonini oladi. Troyanning asosiy vazifasi backdoor, ya'ni orqa eshik ochish. Bu orqali xaker masofadan kompyuterni boshqaradi. Masalan, kamera yoqilishi, fayllar ko'rilishi, ma'lumotlar ko'chirib olinishi mumkin. Ko'pincha o'yinlar va bepul dasturlar orqali kiradi. Ransomware eng xavfli malware turlaridan biri. U kompyuterdagi barcha fayllarni shifrlab qo'yadi. Foydalanuvchi o'z hujjatlarini ocha olmay qoladi. So'ng ekranda pul talab qiluvchi xabar chiqadi. Agar to'lov qilinmasa, fayllar tiklanmaydi. Ko'pincha elektron pochta orqali yuborilgan zararli fayl orqali kiradi. Ko'plab kompaniyalar aynan shu hujum sabab millionlab zarar ko'rgan. Spyware kuzatuvchi dastur hisoblanadi. U foydalanuvchini yashirin ravishda kuzatadi. Qaysi saytga kirgani, nima yozgani, qanday parol ishlatayotganini kuzatadi. Yig'ilgan ma'lumotlar xakerga yuboriladi. Natijada ijtimoiy tarmoq va elektron pochta akkauntlari buziladi. Foydalanuvchi odatda buni sezmaydi. Adware zararli bo'lmasa ham xavfli dastur hisoblanadi. U kompyuterda keraksiz reklama chiqaradi, brauzer sahifasini o'zgartiradi, qidiruv tizimini almashtiradi. Ko'pincha bepul dastur o'rnatilayotganda qo'shilib kiradi. Kompyuterni juda sekinlashtiradi va boshqa virus uchun yo'l ochadi. Rootkit eng yashirin malware hisoblanadi. U operatsion tizim ichiga joylashadi va administrator huquqini egallaydi. Antivirus ham uni ko'ra olmaydi. Rootkit o'rnatilgandan keyin xaker kompyuterni to'liq boshqarishi mumkin. Ko'pincha uni tozalash qiyin va operatsion tizim qayta o'rnatish talab qilinadi. Keylogger klaviatura bosishlarini yozib oladigan dasturdir. Foydalanuvchi login, parol, bank karta raqami kiritganda hammasini yozib olinadi va xakerga yuboriladi.
Natijada bank hisoblari buzilishi mumkin. Bu juda keng tarqalgan hujum turi. Botnet virus yuqtirilgan ko'plab kompyuterlar tarmog'i. Haker ularni masofadan boshqaradi va DDoS hujumlarda ishlatadi. Foydalanuvchi buni sezmaydi, lekin kompyuteri boshqa saytga hujum qilishda foydalaniladi. Shuning uchun internet sekinlashadi. Zararkunanda dasturlardan himoyalanish uchun quyidagi choralar muhim. Antivirus o'rnatish, shubhali fayllarni yuklab olmaslik, email havolalarini tekshirish, operatsion tizimni yangilab turish, muhim fayllarni zaxira nusxalash. Xulosa qilib aytganda, kiberxavfsizlik har bir foydalanuvchi uchun zarur bo'lgan ko'nikmadir. Oddiy ehtiyot choralariga amal qilish orqali ko'plab hujumlarning oldini olish mumkin.